Gulxayrining grekcha nomi Alitseya, ya'ni ko'p qirrali ta'sirga ega ma'nosini anglatadi. Teofrast gulxayrini sharob bilan yo'talda, suyak singanda tavsiya etgan. Teridagi chipqonga yuzasi qo'llagan. O'simlikning yangi sharbatini smetana bilan yeyilsa ichni suradi. Gulxayri yangi bargining ezilgan bo'tqasini boshga surilsa, miya pardalaridagi yallig'lanishlarni, skarlatinani, mahalliy qo'llanilganda esa yara, chipqonni davolaydi. Og'riq sezgisini kamaytiradi. Teridagi, sut bezidagi, orqa yo'ldagi barcha yiringli yallig'lanishlarni pishiradi. O'simlikning ezilgan bo'tqasini suyak singan joyga yuza qo'yilganda uning tez bitishiga yordam beradi. O'simlikning ezilgan bo'tqasini g'oz yoki o'simlik yog'i bilan aralashtirilib, mahalliy yuza qo'llanilganda plevritlar, o'pka yallig'lanishlarini davolaydi. O'simlikning ezilgan bo'tqasini yoki yangi bargini mahalliy qo'llanilganda bo'g'im og'rig'i va radikulitlarda yordam beradi. Gulxayri bargining qaynatmasi bilan bosh yuvilsa, sochni yumshoq qilib, qazg'oqlarni ketkazadi. Butun o'simlikning ezilgan bo'tqasini sirka bilan vitiligo, ya'ni pesta teriga surilib, darrov quyoshga chiqib o'tirilishi kerak. O'simlik sharbatini ham xuddi shunday qo'llasa bo'ladi. O'simlik qaynatilgan suv bilan vanna qilinsa, orqa yo'ldagi yallig'lanishlarni davolaydi. Ayollarda iliq vanna bepushtlikni davolaydi. Gulxayrining gullari bug'doy uni bilan qaynatilib, hosil bo'lgan yopishqoq massani jarohat va shishlarga qo'yiladi. Gulxayrining quritilgan urug'ini ezib, iliq suv bilan ichilsa, buyrakdagi har qanday toshni maydalaydi. Gulxayri urug'ining shilliq suvi shakar bilan ichilsa, quruq yo'talni va qon qusishni davolaydi. Gulxayrining ezilgan urug'ini sirka bilan oq dog'larga surib oftobda o'tiriladi. Shu urug'ni sirka va zaytun yog'i bilan hasharotlar chaqqan joyga mahalliy qo'llaniladi. Gulxayrining po'stlog'i, ildizning qaynatmasi 10,5 gramm 200 gramm ichilganda ichni qotiradi, kalitni davolaydi, ichakdagi tiqilmalarni ochadi, ichak yaralarni, siydik qo'pik yallig'lanishni, ichakdagi kuyishishlarni va og'ir ich ketishlarni davolaydi. Ildiz qaynatmasida vanna qabul qilinsa, qotgan bo'g'imlarni yumshatadi. Ichak kasalliklarida gulxayri ildizning qaynatmasini to'g'ri ichakka mikroklizma ko'rinishida jo'natiladi. Gulxayrini ichga qabul qilish qaysidir o'rinda oshqozonga zarar qiladi. Bunday hollarda zirk sharbatini, asal yoki arpa budyonlaridan birini iste'mol qilish kerak. O'simlikning barcha qismini qabul qilish me'yori 4,5 gramm. Qaynatmasini 100 grammgacha qabul qilinadi. Issiqda gulxayri tanasida sariq qizil rangli yelim paydo bo'ladi. U chanqoqni qoldiradi, o't qusishni davolaydi. Xalq tabobatida gulxayri urug'larining qaynatmasini qonni tozalovchi vosita sifatida, gulxayri gullarini esa yo'talga qarshi, tinchlantiruvchi, astmaga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi.